Menga ikkinchi sortni yuborgan ekan. Ikkinchi sortda narxi 2 barobar arzonda, teng yarmi. Sotishim mumkin bo'lgan joyda majbur bo'lganman yarim narxga sotishga. U paytda meni bor budim o'sha $45,000 edi. Agar mana bu polimer agar первый sort bo'lmasa, virgin, ya'ni первый sortdan ham yuqori bo'lmasa, prozrachniy bo'lmaydi-da bu baklashka. Menga ikkinchi sortni yuborgan ekan. Ikkinchi sortda narxi 2 barobar arzonda, teng yarmi. O'sha paytlar masalan $1,500 tonnasini sotishim sotishim mumkin bo'lgan joyda majbur bo'lganman yarim narxga sotishga. U paytda meni bor budim o'sha $45,000 edi. Men bu necha yil oldingi gapda. Men uchun katta pul edi u. Endi nima? Endi $22,000 500 men ketib qolyapti-da, просто так на ровном месте. Nima qildim? Men Dubayga uchdim. Ilojim yo'q. Dubayga uchdim. Kelyapman Sharjada, свободная экономическая zona, bitta pokistonlik Bilal degan odam ekan, uni egasi, xo'jayini. Kirdim. Men aytayapman, u tushundi o'zi nima uchun kelganimni. Shunaqa suhbat bo'lyapti, endi juda yuqori emotsional darajada. Pokistonliklarni bilasizlar. Tim bo'lib kichkina emas o'zi ham. Shu gapirsa hamma yoq qimillaydi-da. Juda ham anaqa bir xona katta emas. Bir-birimiz bilan shunaqa o'chakishib, почти bir-birimizni uramiz degan darajaga kelyapti. Chunki bu meni bor budim, men $22,500 katta pulda o'sha paytda. Endi qarang. Endi shu bu portlayman deb turgan joyda shunday chiqib ketdim-da men. O'ldirsang ham bermayman bu pulni dedi. Ты что, kallang bormi dedi. 22,500, ты что? В жизни не получите деньги. Kelib tekshirish kerak edi. Men aytgan narsani jo'natdim, и всё, короче. Endi shunaqa jahl bilan chiqib ketilyapti, и так далее. Men chiqdim ko'chaga. Ko'chaga chiqdim. Ozgina nafas olay dedim-da. Nafas olib turibman. Oldimdan bitta fakil chiqdi. Ana Ganga мороженое bor-ku. Berdim bitta мороженое yeyman. Fakil oldimda bitta shunday yeganimni bilaman. Miya ochilib ketdi-yu. Boshqacha ta'sir qildi-da u. Cho'ta, muzdek, zo'r. O'sha ekonomik zonaning ichida ekan. Shunaqa maza qildim men. To'xtadi-da. Do'konda yana bitta ber dedim. Yana bitta fakil oldim. Yana bitta fakil ber dedim. Oldim. Qarasam anaqa ham bor edi o'tda. Cadbury'ni Made in England shokoladi bor edi. Sotyapti-da. Как раз da angliskiy shokolad. Buni ham berdi. Necha pul? $4,5 $5 esimda yo'q shunaqa. Мороженое 75 sent. Oldim, ikkalasini oldim, keldim ana xonaga. Men o'zi kayfiyatim boshqa. Men мороженое yeganman, и так далее. Shundoq kirsam, bratan o'tiribdilar, men bundoq qilib hali ham o'sha ahvolda, chunki xonani atmosferasi shunaqa o'zi. Shundoq kirdim. Вообще негативная аура. Очень вот прям anaqa energiya yomon chiqyapti xonadan. Shunda eshikni ochdim-da, lang ochdim-da eshikni. Kiraverishim ham boshqacha. Shunda мороженое bilan kiryapman-da. Qaramay turibdi. Bundoq bitta ko'zi bilan shundoq qaradi-da. O'zgardi-da. Bu tushunmadim dedi. Tipa ichida tahlil qilyapti. Men keldim, вот именно. Men keldim, qo'limda, dedim. San dedim. Anaqa ko'chaga chiquvdim, мороженое mazali ekan dedim. Sanga ham ilindim dedim men. Dedim yeb ko'r, sanga ham anaqa shirin ekan, juda yoqdi menga dedimda, shunday ilindim. U odam 180 gradusga o'zgardi-da yuzi уже. Уже anu yonib turgan, qip-qizarib turgan inson 180 gradusga o'zgardi-da, уже menga qarab olishini ham bilmaydi, olmasligini ham bilmayapti-da. Уже boshqacha. Va uni ketidan srazu shokoladni beryapman. Men aytdimki, shuncha joy Londondan kelyapman dedim. Bolalaringga deb shokolad olib keluvdim dedim. Farqi yo'q, ishimiz bitadimi, bitmaydimi, berasan, bermaysanmi dedim. Men baribir. Yo'q. Men aytdim, men dedim, mana shuni baribir olib keluvdim-ku, bolalaringni o'ylab dedim. Davay men bu shokoladni oilangga olib borgin dedim. Мороженое o'zing ye dedim. Bo'ldi-da.
shundoq berdi morojennini. Morojennini qo'lga oldi, shokoladni shundoq ko'ryapti. Boshi yana boshini bundoq qildi, qizarib turgan yuz undan battar qizarib ketdi-da. Yuzida tabassum paydo bo'ldi-da. Где-то 5 sekundda shit dedi. 22.500 men senga to'layman, seniki mana shu dedi. 75 sentni ketidan men 22.500 dollarni qayta ola oldim janoblar. Tushunyapsizmi? Mana sizga emotsional intellektni natijasi va kichkinagina qanaqadir bir detalni sizga shunaqa katta summani qaytarib olib kelgan. Tushunyapsizmi? Mana bu joyda qarsak bo'lish kerak edi.